Salom do'stlar, sizlar bilan bugun sinf 2 haqida ko'pchilik bilmaydigan qiziqarli faktlarni aytib o'taman. Qani ketdik. Sinf 2 dastlab kichik loyiha sifatida qaralgan. O'yin atigi bitta kompaniya tomonidan yaratilgan. Dunyoda millionlab o'yinchilar sinf 2 ni o'ynaydi. Har oy yangilanishlar keladi. Har bir skinning tushish ehtimoli har xil. Ayrim skinlar bozorda juda qimmat narxda baholanadi. Shoh skinlari eng qimmat buyumlardan hisoblanadi. Butterfly knife eng ko'p orzu qilinadigan pichoqlardan biri. Kerambit ham eng mashhur pichoqlardan biri. Star Trek skillari nechta skill qilganingizni hisoblaydi. Skilllar o'yinning kuchini oshirmaydi. Kuch emas, mahorat g'alaba keltiradi. Headshot oddiy zarba emas, ancha kuchli zarba hisoblanadi. Professional o'yinchilar deyarli har doim boshqa nishonga olishadi. Crosshair to'g'ri soddalash aimni yaxshilaydi. Yuqori FPS ancha o'yinni sirliq ishlashiga yordam beradi. Fast ping katta ustunlikni beradi. Quloqchin taqib o'ynash raqibni tezroq topish imkonini beradi. Qo'tsib ovoz orqali raqibning joyini taxmin qilish imkonini beradi. Smoke granata butun raund taqdirini o'zgartirishi mumkin. Flash granata noto'g'ri ishlatilsa jamoadoshiga zarar ham berishi mumkin. Molotov zarbasini pozitsiyasidan chiqarishga yordam beradi. Har bir xaritaning o'z sirli joylari bor. Ayrim devorlar orqali o'q o'tadi. Bomba ovozi oxirgi soniyalarda zararsizlantiriladi. Flash holatlari eng hayajonli vaziyatlarda hisoblanadi. 1:5 yutgan o'yinchilar internetda mashhur bo'lib ketgan. Kompetitiv rejimlarda har bir raund muhim. Rank oshirish uchun raqib faqat kill qilish kerak. Jamoaviy o'yin ko'proq g'alaba keltiradi. Ovoz orqali ma'lumot berish professional odat hisoblanadi. Hujum o'yinchilar uchun xud joylashishni o'zgartiradi. Tugmalarni qulay joylashtirib aimni yaxshilaydi. Har bir qurolning recoil boshqaradi. Recoilni o'rganish uchun yaxshi o'yinchi bo'lish kerak. Spray qilishning mashq qilish kerak. Tap qilish uzoq masofaga foydaliroq. Flash ham ayrim vaziyatlarda yaxshi ishlaydi. AVM bir o'q bilan raqibni yiqitishi mumkin. Desert Eagle eng kuchli pistoletlardan biri. Agar o'yindagi eng mashhur avtomatlardan biri. M4 tezkor otishi bilan ajralib turadi. P90 yaqin masofada xavfli qurol. Mag 10 esa yugurib otishda foydali. Har bir qurolning o'z muxlislari bor. Skilllar faqat ko'rinishni o'zgartiradi. Battle Pass orqali noyob mukofotlarga erishish mumkin. Agar shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, izohda 100 deb yozing va videoga like bosishni unutmang.